O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hududlar rivoji va aholi hayoti bilan yaqindan tanishish maqsadida bugun Namangan viloyatiga tashrif buyurdi. Namangandagi bunyodkorlik sur'ati shahar darvozasi aeroportdanoq ko'zga tashlanadi. Bu yerda yangi zamonaviy terminallar barpo etilmoqda. Davlatimiz rahbarining viloyatga o'tgan yilgi tashrifi chog'ida ushbu loyiha taqdimot qilingan edi. Bugungi kunda qurilish ishlari jadal olib borilyapti. 3 qavatli qilib qurilayotgan yangi terminal soatiga 1000 dan ziyod yo'lovchiga xizmat ko'rsatadigan bo'ladi. Chegara nazorati va viza bo'limlari, biznes zali, savdo va ovqatlanish shoxobchalari, tibbiyot xonasi, duty free do'konlari tashkil etiladi. Shuningdek, aeroportda ulkan yuk terminali qurilmoqda. Bu orqali vodiyda yagona kargo tizimi yaratiladi. Hududning biznes, eksport va tranzit salohiyati oshadi. Aeroportda maxsus servis texnikalari ham yangilanadi. Bu turli hajmdagi samolyotlarni qabul qilish va ularga xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Davlatimiz rahbari aeroport atrofidagi infratuzilmani unga mutanosib rivojlantirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Dunyoning ilg'or tajribasidagi kabi, aeroport atrofida mehmonxonalar, savdo va ko'ngilochar majmualar, barcha zamonaviy xizmatlar bo'lishi zarurligi ta'kidlandi. Shundan so'ng davlatimiz rahbari Chust tumanidagi Megaton korxonasining gaz-beton bloki ishlab chiqarish majmuasida bo'ldi. Namangan erkin iqtisodiy zonasida joylashgan 40 million dollarlik ushbu loyiha doirasida Xitoy, Germaniya, Daniya kabi davlatlardan innovatsion texnologiyalar keltirib o'rnatilgan. Shu bois ishlab chiqarishda Megaton korxonasiga qarashli Namangan sementning 550 markali sementidan foydalaniladi. Bu orqali qo'shilgan qiymat zanjiri yaratilgan. Korxonada 500 ta yangi ish o'rni ochilgan. Davlatimiz rahbari bu yerdagi ish jarayoni, laboratoriya va mahsulotlarni ko'zdan kechirdi. Mazkur korxonada yiliga 600 ming metr kub mahsulot ishlab chiqariladi. Bu viloyatda g'ishtga bo'lgan ehtiyojning 28%ni qoplashi kutilmoqda. Loyihaning ikkinchi bosqichida avtoklav gazoblok devori, maxsus kley, kimyoviy qorishma va suvoqlarni mahalliylashtirish rejalashtirilgan. Tashrif davom etmoqda. Tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda ham tanishtirib boramiz.